ikkita qimmat video registratorni obunachilarimga tekinga tarqatib yuboraman. Mejigar o'zida yengillik, 3 xil yangi o'zimizning mahsulot O'zbekiston hududiga moslab 3 xil video registrator ishlab chiqarildi. Mana birinchisi 707 ikkita kamerali 4K full kачествоda bo'ladi. 3 ta kamerali 808 2K va sifatda qadrlaydiganlarga 3 ta kamerali 4K zapis qiladigan video registratorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Hozir bittasini yoqib ko'rsataman. Hozir mana 3 ta kamerali 4K ni eksperiment qilamiz. Sifatini bitta ko'ring, aka. Sifatini qarang, tiniqligini. Bu orqa kamerasi va 3-kamerasini ko'rsataman. Mana 3-kamerasi mana operatorimizni va mana ovatdi. Bu salonga kerak bo'ladi. Ikkita kamerali jaydari o'zimizning okalarga moslangan, oldi orqa zapis qiladi, bilasizlar. Bittasi oldini zapis qilib ketadi, ikkinchisi orqani. 3 ta kameralilar nimaga kerak? Salonda taksichi okalarda muammo bo'lib qoladi, har xil gaplar bo'lib qoladi, tuhmatlar bo'lib qoladi. O'shanda joyida ko'rsatib berish uchun kerak bo'ladi 3 ta kamera. Mana shu ko'rib turgan ikkita video registratorlarni sizlarga tekinga tarqatib yuboraman. Bittasi like-dan, bittasi kommentariyadan. Like-ga bosing, kommentariyaga plus qoldiring, bo'ldi. Shularning orasidan bittalarni tanlab sovg'a qilib yuboraman. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Obuna bo'lgan bo'lishingiz shart.